shu hozir? Ha bu pul qilib qo'ysalar bo'lmaydimi? Qanday yashash, mol yashash? Nima bu ahvol? Mana temirlar turishini qarab, lapatkalar turishini qarab. Qishloqqa yashaydimi? Nima ahvol? Qanday yashashyapsan, ha? Pulimiz yo'q-da, endi nima qilaylik? Uyga borib ko'rgin. Men tualetimda puli bor-ku. Gulli pul olib kelib beraymi? Yarimiga bir burchagiga qo'yib qo'yasan-da. Buni hammasini videolarda olib mahallaga tarqataman. Sharmanda qilaman senlarni men. Bu yashashni qara, odam ham o'zining uyida shunaqa yashaydimi, ha? Yiqilib tushmang. Men hech kim yiqita olmaydi. Mana qara, men jirkanaman men. Voy, qornim. Men jirkanaman men bu yerda. Men oyog'imni qo'ygani jirkanaman. Odam senlarga bor-ku, qaraqasanlar, oilang bilan. Yur boshqa joyingni ko'ray, yana oshxonang nima, qayoring bor, yur ko'rsat. Garshakni qara. Mana garshak nima bu? Garshakda shoxi bormi? Nima bu sariq? Nimaga bu yoqda turibdi bu? Men uyimga borib ko'rganmisiz siz? Men uyimda oppoq garshaklar bor. Nima bu ahvol? Buni shoxi bor. Qara, padaringga bor, shunaqa ham yashaysanlar. Mevani tagida garshak. Nima qilish kerak bu yerlarda? Ahvolni qara. Va hayotni qara. Nima bu tandir? Aka yaqinroq ol, hozir men internetga chiqaraman. Mana tandirni qara. Tandirning ahvolini qara. Nima bu tandir, a? Nima bu kalpeshanam terlab ketdi senlarni men ko'raverib. Nima bu tandirda bir sal sinib yotibdi bu. Qanaqa hayot bu? Sal bu yoqda qo'qlab mana tandirlarda bunday chiroyli qilib qurib somsalarni yopmaysanmi? Jo'natmaysanmi menga? Somsa qo'rman-ku men. Nima ahvol bu? Nima yashash bu? O'xlamaysan bu? Nima ahvol bu? Nima ahvol bu? Men balki karatesman. Nima qarama? Nima bu ahvol bu? Daraxtlarni o'stirib o'rganing qara. O'stirib daraxtlarni salqinda maza qilib yashayapsanlarmi? Kechirasiz, endi yashab qo'yibmiz-da. Mendan gaz so'ramasdan bularni chopib, o'tin qilib, kim qo'yibdi senga buni soyasida yashash? O'rgatish kerakmi? Molxona, musulni qara, oqlab qo'ymaysanlarmi? Mahallaga sharmandangiga chiqaraman mana shunday yashab, mana qozonni qoraligini qara. O'choq qozoni ham, mana o'choq qozoni ham shunaqa qora bo'ladimi, ha? Mana temir nimaga turibdi maytda? Nimaga bu temir bu yerda turadi, ha? Nimaga bu temir bu yerda turadi? Menga qara. Hali endi ovora bo'lib tusmayman. Ichki kiyimlaringni ko'rsat, ichki kiyimlaring o'zingda, eringda, bolangda, o'g'lingda, qizingda ichki kiyimlarini olib toza kiyapsanlarmi qilib buni? Yo, u ham yag'ir bo'lyaptimi? Ichki kiyimlaringni tekshiraysanlarmi? Men tush oldimga. To'xta, ichim o'tib ketdi. Men seni ana shu gashogingni ko'rganimdan ichim o'tib ketdi. Nima bu? Tualet qayerda? Tualetda sen meni oyog'imda tagiga qo'yib qo'ymaysanlar. Men bora olish, yugurib yetib olmayman, Seni deb bo'lib bor-ku. Ana shu gashogingni ko'rganimdan ichim o'tib ketdi. Nima endi men seni deb? Ichim o'tib, bir umrim hojatxonada o'tadimi? Senlarni men sharmanda qilaman, hozir men hojatxonaga yetib olay. Qayerda hojating? Men hojatga borib kelaman, senlar bilan razbor qilaman. Ko'tim ham tushib ketyapti.